Dunyo bo'yicha 5 ta gigant aeroport bo'ladigan bo'lsa, albatta ulardan biri Istanbul aeroporti hisoblanadi. Assalomu alaykum hammaga. Turkiyaning Istanbul shahridan, ya'ni gigant aeroportdan alaykum salomlar. Demak, bugungi videomizda agar Istanbul aeroportiga keladigan bo'lsangiz, qiynalib qolmasligingiz uchun o'zim bilgan bir nechta ma'lumotlarni havola qilishga qaror qildim. Video manfaatli bo'ladi deb umidamiz. O'shaning uchun kuzatishda davom eting. Aeroportda oddiy nol faqat she'riy suvni sotib oladigan bo'lsangiz, kamida 10 yevro atrofida pul to'lashingiz kerak bo'ladi. O'shaning uchun men sizga hozir bepul ichimlik suvi oladigan joy ko'rsataman. Bu videodan keyin o'zingiz o'rganib olasiz, xudo xolasa. Kuzatishda davom eting. Demak, LC va Polo do'konlarining o'rtasida mana shunaqa joy mavjud. Suvni bemalol, tekin, hech qanday to'lovlarsiz tekinga idishingizni to'ldirib olishingiz va o'zingiz ham ichishingiz mumkin. Mana shunaqa joy. Bu tarafida iliq suv, idishingiz solib olsangiz ham bo'ladi. Bu tarafida normal suv, ya'ni normal haroratdagi. Eng asosiysi, aeroportda masjid ham mavjud. Agarda kutish vaqtingiz 5 soatdan oshiq bo'ladigan bo'lsa, bemalol mana shu joylardan bepulga ovqat olishingiz mumkin bo'ladi. Buning uchun ovqat vaucherini qaydan olishni hozir ko'rsataman. Demak, kutish vaqtingiz 5 soatdan oshiq bo'ladigan bo'lsa, siz Turkish Airlines'ning Care Point degan joyga murojaat qilishingiz kerak bo'ladi. Biletingizni ko'rsatasiz va sizga darhol o'sha vaucherni taqdim qilishadi. Menimcha buni hamma bilsa kerak. Wi-Fi olishni oldin 1 soat beradi, hozir qulaylik sifatida cheksiz Wi-Fi beriladigan bo'libdi. Pasportingizni rasmiy tarafini mana shunaqa qilib tortib olsangiz, shunaqa pasport beradi. Shu bilan Wi-Fi'ni ulab olishingiz mumkin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Finlandiya hayoti Sadiqov Fin. Agar videomiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, bitta like va komment